Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, qadrli yurtdoshlar, sog' salomatmisizlar? Bugun mana 24-mart, xudo xolasa navbatdagi yurtdoshlarimizni yangi ish proyektlariga jo'natyapmiz. Ko'pchilik yurtdoshlarimizni so'raydigan narsasi viza qilib bering, vizaga yordam bering yoki vizadan ma'lumot bering deb so'rashadi. Shu tariqasida biz hozir xalqimizga sal osonroq bo'lishi uchun bundan keyin har bitta kelgan odamni mana shu viza qanaqa oldi, qayerdan oldi, kim orqali oldi, shu ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilamiz. Mana bu ikkita yurtdoshimiz Bolgariya davlatiga viza olib kelishgan. Bolgariyadan keyin ID karta olib, qancha ishlaydi ID karta olgandan keyin? Bir 4 oychami? 4 oy ID kartadan keyin 4 oy ishlaydi. ID karta oldi. Keyin mana Polshaga kirib kelishdi. Yo'lda muammo bo'lmadimi? Yo'q, hozir Schengen ekan. Bemalol kirib keldi. Pasport militsiyalar ko'rdi. Bu yurtdoshimiz Litva davlatiga, siz ID kartani o'zini ID olgansiz. karta o'zim olganman. 2 yillik. To'g'ri, Litvaga kelgansiz. Litvaga kelib, Daniyaga ketganman keyin Komandirovkani ishlab keyin mana Polshaga kelganlar. Endi aytmoqchi bo'lganim, biz viza qilmaymiz. Приглашение ham qilmaymiz. Faqatgina sizlarga yordamimiz mana shu qayerga borib kimga uchrash mumkinligi to'g'risida ma'lumot berib boramiz, чтобы sizlarga osonroq bo'lishi uchun. Hozir sizlar Bolgariyaga vizaga topshirish uchun vizaviy sentrga murojaat qilgansizlar. Vizaviy sentr hal qilib bergan ishlaringiz, to'g'rimi? Sizda ham xuddi shunaqa holat. Bu Toshkentda Amir Temur 88. Amir Temur 88 adresiga borib murojaat qilsanglar bo'ladi. O'sha yerda vizaviy sentrda imенно viza bilan har xil davlatlarga shug'ullanadigan vizaviy sentrlar bor. O'sha bitta joyda joylashgan hammasi. Sizlar Bolgariyaga borgandan keyin ID karta necha oyda chiqarib berdi? Bir oylarda. Bir oy taxminan. Mana Bolgariyaga viza oldingiz, borasiz, 1 oy, 2 oy nari beri ishlaysiz, ID kartani qo'lga kiritib, keyin kelganlaring yaxshi. Viza bilan emas, ID karta bilan kelgan yaxshi Bolgariyadan. Bularniki ham masalan siz keldingiz, qancha ishlab keyin komandirovkaga chiqarib komandirovka qilib kelgan aeroportga tushganimdan 2 kundan keyin komandirovkani chiqarib yubordi Daniyaga. O'sha qancha ishladingiz Daniyada? Daniyada bir 8 oy, 9 oyga yaqin ishladim. Kelgan o'rtoqlar, iloji boricha mana ko'pchilik rus tilini bilmasdan keladi. Sizlarga maslahatim rus tili o'rganinglar. Hozir ucheba sentrlar juda ko'payib ketgan. Onlayn o'qisa ham bo'ladi, borib o'qisangiz ham bo'ladi. O'zingiz uchun til masalasi juda muhim. Shuni hisobga olgan holda o'rganib kelinglar. Hatyobi muloqot darajasi bo'lgani yaxshi. Til bilmasangiz qiynalasiz kelib ishlaganda. Xo'p, bizda vakansiyalar ko'payishni boshladi. O'rtoqlar bemalol aloqaga chiqib, telefon raqamini aytib o'tamiz. +48 lik bilan 507 793 333, +48 lik bilan 780 505 555. Xudo xolasa telefonlarga javob beramiz. Faqat iltimos SMS голосовой jo'natmasdan prямой telefon qilish harakatini qilinglar. O'shandagina siz bizga bog'lanishga imkoniyat topa olasiz. Ish kunlarimiz dushanbadan jumagacha soat 9 dan soat 5 gacha. Bu Polsha vaqti bilan, O'zbekiston vaqti bilan 13:00 dan 19:00 gacha. Yo'q, uzr, 21:00 gacha. Shunga qarab telefon qilaverasizlar. Xo'p, vakansiya menyu degan nomlangan kanalimiz bor. Vakansiya kanali pastga yozib qoldiraman. Ofis adresini yozib qoldiraman. O'sha yerga kirib, bemalol vakansiyalarni kuzatib borsanglar bo'ladi. Hammaga yaxshi kayfiyat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, hammani kutib qolamiz.